Assalomu alaykum, xayrli kech. Bir savol kelib tushgan ekan, atrofimizdagi insonlarni qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi degan. Javob tariqasida ajoyib bir hikoya bor. Shuni aytib bermoqchimiz. Inshaalloh mana shu hikoyamiz orqali jamiyatimizdagi ko'plab muammoli vaziyatlarga yechim topiladi degan umiddamiz. Demak, boshladik. Qadim zamonda bir yosh oila bo'lgan ekan va bu oilada har kuni janjal bo'lib turar ekan. Sababi oddiy. Kelin judayam injiq, qaysar, bir gapdan qolmaydigan, qaynona esa judayam qattiq qo'l, kun bermaydigan. Oradan oylar o'tibdi, nihoyat kelinning sabr kosasi to'lib, kunlardan bir kuni tabibning oldiga kelibdi. Hazrat, menga bir zahar tayyorlab bersangiz. Nimaga? Qaynonam judayam yomon ayollar, hech kunimizni bermaydi. Biror kun yo'qki janjalsiz o'tsa, yosh umrim xazon bo'lib ketyapti. Shu insondan qutulsam va erim bilan tinch, totuv, baxtli hayot kechirsam deyman. Tabib uning so'zlarini eshitib turib bir zaharni olib beribdi-da, shunday debdi. Mana bu zahar judayam sekin ta'sir qiladigan zahar. Agar sizga tez birdaniga o'ldiradigan zahar bersam, hamma sizdan shubhalanib qolardi. Shuning uchun 2 oy deganda ta'sir qiladigan zaharni beryapmanki, har kuni issiq ovqatiga bir tomchidan tomizib turasiz va boshqalar sizdan shubhalanib qolmasliklari uchun shirin gapirib turasiz. Chunki vafot qilganlarida sen uni umrini yeding deb qolganlar sizga ta'na dashnom qilmasinlar. Kelin xursand bo'lib uyiga qaytib kelibdi. Shiringina ovqat tayyorlab, unga o'sha zahardan bir tomchi tomizib, qaynonasini oldiga kelib, "Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Sizga issiqqina ovqat olib keldim. Yeb oling iltimos" deb. Qaynona hayron. Tilidan chak-chak zahar tomadigan kelini birdaniga bir yumalab shirin so'z xizmatkor kelinga aylanib qoldi. Tomi ketib qolgan bo'lsa kerak menimcha deb hayo surib ovqatni yebdi. Bu kunisiga yana kelin xuddi shunaqa shirin so'z bilan ovqat olib kelib boshlabdi. Keyin hadeb suykalayverlarmish. "Oyijon, keling xizmat qilib qo'yay, yelkalaringizni uqalab qo'yay. Oyijon, oyoqlaringizni uqalab qo'yay. Oyijon, nima xizmat bor menga?" Birinchi haftada qaynona qoshlarini chimirib, qandaydir o'zgarib qolgan kelinini hech qabul qilgisi kelmabdi. Va nihoyat sekin-sekin o'rganib, bir haftadan so'ng chiroyi ochilib, ko'zlariga nur kirib, labiga tabassum yugurib, "Qizim" deb gap boshlabdi. Oradan bir oy o'tgan ekan, kelin va qaynona shu qadar bir-biriga qattiq bog'lanib qolishib, ona boladek bo'lib ketishgan, sirlashadigan, juda ham uzoq suhbat quradigan, ishlarni birga qiladigan, hech ham janjallashmaydigan, xuddi dugonadek bo'lib ketishibdi. Bir oydan so'ng qisqa muddat qolganini sezib, kelin bechora tabibning oldiga yig'lab kelibdi. "Hazrat, meni kechiring, iltimos o'sha zaharingizga ziddi zahar bermasangiz bo'lmaydi. Meni onajonimni yo'qotib qo'yishni hech ham istamayman." Shunda tabib tabassum qilib, "Ey qizim, men sizga bergan narsa hech ham zahar emas. Men sizga quvvatni oshiradigan dori, ya'ni bizning tilimizda aytganda vitamin bergan edim. Sizni qaynonangizda hech ham kasal yo'q. Haqiqiy kasal sizning miyangizda edi. Ya'ni qaynonangizga nisbatan u yomon inson, yomon ayol degan fikrni chiqarib tashlab, shirin so'zlik, yaxshi xayol, yaxshi fikr, shirin muomalani qo'shib berganman doriga xolos. Ana haqiqiy kasal sizni miyangizda edi, davoladik. Muammo ham yechildi. Qaynonangiz sog' bo'lsa sog', hech ham kasal emas" deb aytgan ekan. Shunda kelin sevinchdan sakrab o'rnidan turib uyiga borib, qaynonasi bilan tinch, totuv, ahil, baxtli hayot kechirishda davom eta boshlabdi. Bu hikoyadan shunday xulosa kelib chiqadiki, ota bilan
farzand, ona bilan farzand, kelin bilan qaynona, er xotin yoki ishchi bilan boshliq yoki do'stlar orasidagi muomalada ham avvalo yaxshi gumon qilishni o'rganishimiz kerak. Boshqalarga nisbatan yomon fikrda bo'lishimiz materiallashib, ya'ni moddiylashib hayotimizga ham kirib keladi. O'zimizni o'zgartiraylik, atrofimizdagilar o'zgaradi. Kattakon rahmat e'tiborlaringiz uchun. Foydali deb topsangiz, iloji boricha bu hikoyani yaqinlaringiz bilan ulashing. Zora ozgina bo'lsa ham xizmat qilsak.